Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi kapalar deb nomlangan ro'zamizni o'z o'rniga olib kelib, kech bo'lishiga qaramasdan, chunki xonadon egalari safardalar, Nodirbek bugun o'rnatib bering deganlar uchun olib kelib ustunovka qilib berdik. Bu darvozamizni manzillari, bunga ishlatilgan materiallariga kelib to'xtalsak, darvozamizni razmerlari 3.10 ga 3.10 bo'lgan. Eni ham, bo'yi ham bir xil razmerda. Darvozaga ishlatilgan materiallar ponni krugovoy 10 ga 5 veldir ishlatilgan. Listlariga kelsak, listlari oldi 1.8, orqasi 1.5 listdan foydalanilgan, 2 qavat ko'pirtir qilingan. Xudo xolasa darvozaning ranglari chuqur rangda bo'lgan. Uchralangan mokr asfalt, och, to'q, yana ham to'qroqdan deb berilgan. Laklariga kelsak, laklari glansvet lak deb berganmiz. Xudo xolasa ochilib yopilishlari, hamma yoqlari nihoyatda chiroyli. Zamonlarimiz juda hammaga qo'yib keladigan bir xilda stemil zamon qo'yib berganmiz. O'zlaring ko'rishlari mumkin. Darvoza nihoyatda chiroyli. Darvozamizning ikkala qanotlari, chunki orqa tomon garajimiz torligi uchun mashina kirib chiqish qiynalishi va darvoza ochilganda qanotlari mashinaga meshet qilish uchun ko'cha tomonga ochib berganmiz qanotlarni, tashqari tomonga. Tepada mana 40 santimetrli tahiya qilib berganmiz. Bu tahiya ham 1.8 disdan qilib berganmiz. Oldiga 2 ga 1 palosa yopishtirib, buni o'rniga nerjevenka deyishsa, nerjevenka qilib beramiz. Gipga qilib turib, palosa deyishsa, palosa qilib beramiz. O'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Nihoyatda chiroyli chiqdi darvozamiz. Mana shanirlarimiz ham o'sha baquvvat shanirdan planka asosida ponni kuyib chiqilgan. Xudo xolasa kimga shunday darvoza kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston hamma davlatlarga xudo xolasa dastlabkamiz bor. Olib borib, o'rnatib, ustunovka qilib beramiz. Darvozamizning manzillari o'zimizning Namangan viloyati Aqlobod shaharchasiga olib keldik. Mana xonadon egalariga xudo xolasa hozir biroz izohchilik so'rab qo'yamiz. Telefon qilyapmiz, xudo xolasa ko'tarib qolsalar. Yoki darvoza tayyor. O'rnatib bo'ldi deymiz. Pullarni hammasini hojoni bor ekanlar, achut qildilar. Alo. Assalomu alaykum akajon. Mana hozir aka ijtimoiy tarmoqlarga syomka qilib olyapman. Mana darvozani xudo xolasa hamma yo'g'ini joy-joyida qilib, joylab, o'sha mashinalaringizni ham olib kirib qo'ydim. Ona o'zlari mana ko'rib oldilar. Garajga joylab qo'ydim aka. Darvoza xudo xolasa hamma yo'g'larni chiroylab, cho'tki qilib joylab berdim aka, ustunovka qilib. O'shanga sizni roziligingizni so'rab qo'yay dedim, o'shanga telefon qila turdim. Bezovta qilmadim aka? Yo'q aka, Alloh rozi bo'lsin. Aka zo'r. Men sizga rozi bo'ling aka. Ha, bo'ldi akajon. Siz bergan pulingizga rizo bo'lsangiz bo'ldi aka. Yaxshiliklarga ochib yoping. Xudo xolasa to'ylarda qiling aka. Ota-onangizni hojlarga jo'natganingizda ham doim xizmat qilsin aka. Charchamang aka. Xudo xolasa yaxshilarda ko'rishaylik. Xizmat bo'lsa foyda berasiz aka. Xo'p, salomat bo'ling, charchamang. Xo'p, rizo bo'ling.